Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz do'stlar. Bizda avtokredit, naqd pul, barter variantlarimiz bor. Mashina kelsangiz naqd pul asosida sotib olamiz. Agar biz bilan kelishmaydigan bo'lsangiz, ishida qo'yib chiroyli naqdda sotib beramiz do'stlar. Birinchi boshdan mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. 2001-yil ishlab chiqarilgan 253 ming kilometr yurgan kraskasi bir qator asujit bo'lgan. Tiko, chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Benzinda turibdi mashinamiz. Sostanasi yaxshi, balolar toza qo'yilgan. Rasxoti yo'q. ...2001-yil. Bahası 22 milyon so'm aytilib turibdi. Egalardan kelib turgan mashinamiz. Ustida naqd pul saliman olmasa yana savdolashib berish pasajda bo'ladi. 2011-yil kraskasi zanglari ishlangan, qaleylari boshqari родной mashina. 1.6 Donus. Rasxoti yo'q, tayyor. 248 ming kilometr yurgan, o'zini halol bosib o'tgan kilometrlari. Bahosına keladigan bo'lsak, bahosi 46 milyon so'm aytilibdi. Bu anda Nexia 98-yil ishlab chiqarilgan, 340 ming kilometr yurgan kraskasi bir qator asujit bo'lgan, metan gaz ballon ustanobka bo'lgan, chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Bahası 28 milyon so'm aytilibdi. Ustida savdolashib berish pasajda bo'ladi. Nexia 2 2013-yil ishlab chiqarilgan, egalardan kelib turgan, kraskasi 100% родной metan ustanobka bo'lgan. Bizning zavod chexollarida turibdi. Akkurat yo'q turibdi mashina. Metan ustanobka bo'lgan, 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Bahası 94 ming kilometr yurgan, bahası 80 milyon so'm aytilibdi. Egalardan kelib turgan mashina. 2015-yil ishlab chiqarilgan kraska, zanglari ishlangan, boshqari родной, qalayla ishlanadi bo'ladi asosiy, boshqari udar yo'q. 2015-yil balonlar sostanasi yaxshi, chexol, polik hamma narsasi bor. Chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Metan gaz ballon ustanobka bo'lgan. Sonus gibrid lüks konditsioner. 114 ming kilometr yurgan, bahası 62 milyon so'm. ...2019-yil ishlab chiqarilgan Spark 107 ming kilometr yurgan, benzinda, kraskasi 100% родной, bahası 95 milyon so'm aytilibdi. Tak, 2011-yil ishlab chiqarilgan Spark kraskasi 15-20% kraskasi bor. 178 ming kilometr yurgan, bahası 55 milyon so'm. Kobok 2022-yil bo'sh ballon ustanobka bo'lgan, metan gaz ballon qo'yilgan. Monitorlar bar, rul, chexol, polik hamma narsasi bor do'stlar. Zo'r sostanadi. 22-yil 236 ming kilometr yurgan, bahası 135 milyon so'm aytilibdi. Ustida naqd pul saniman deydigan odam bo'lsa, yana savdolashib berish pasajda bo'ladi. 22-yil ishlab chiqarilgan Kobok. Honda Matiz 2009-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bir qator asujit bo'lgan, bo'sh ballonlar qo'yilgan. Sostanasi yaxshi mashina. Prostoy, chexol, polik hamma narsasi bor. 259 ming kilometr yurgan, bahası 35 milyon so'm aytilibdi. ...2010-yil 201 ming kilometr yurgan, kraskasi bir qator zanglari ishlangan, bo'sh ballonlar qo'yilgan. Sostanasi yaxshi, shumka, chexol, polik hamma narsasi bor. Bahası 38 milyon so'm do'stlar.
2009 yil ishlab chiqarilgan 474 ming kilometr yurgan kraskasi, mayda-chuyda kraskalari bor. Bahası 30 milyon so'm. 2009 yil Damas. 2023 yil ishlab chiqarilgan 10 ming kilometr yurgan benzinda birinchi nomerli olingan, bo'sh 12lik balonlar qo'yilgan. Bahası 90 milyon so'm do'stlar. Üstünde savdalashib berish pasazdalat. Egaladan gap turgan mashinamiz. Kraskasi 100% родной. 99 yil ishlab chiqarilgan 221 ming kilometr yurgan 12lik bo'sh balonlar qo'yilgan, motor, korobka, zadniy mosi zo'r mashina. Bahası 25 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana ozgina kelishadi o'yinlari bor. 96 yil ishlab chiqarilgan Damas 1 12lik balonlar qo'yilgan, metan gaz baloni ustanib qo'yilgan. Sostanesi zor, motor, korobka, zadniy mosi zo'r mashina. Bahası 23 milyon so'm. Mastakinli pulunda duribdi do'stlar. Mastakinli pulundan ham daraja arzon. 2000 yil ishlab chiqarilgan motor, korobkasi yaxshi, ishlari chexol, polik hamma narsasi bor. 15lik bo'sh balonlar qo'yilgan. Bahası 25 milyon so'm. Rasxoti yo'q. Keyin banda 2009 yil ishlab chiqarilgan metan gaz baloni ustanib qo'yilgan 174 ming kilometr yurgan kraskasi bir qator sanglari ishlangan. Udari yo'q. Bahası 30 milyon so'm aytibmiz. Biz 33 deb qo'yadik, 30 milyon so'm tushirib qo'yibmiz bahasini. Sostanesi zo'r. Banda 2005 yil ishlab chiqarilgan 26 qade. Tushurdikmi bahasini? 26 gidrolika ham borda. Rul gidrolika kraskasi bir qator asosiy bo'lgan, metan gaz baloni ustanib qo'yilgan. Bahasini 26 milyon so'mga tushirdik, 28 milyon so'm deb qo'yadik. 26 milyon so'mga tushirdik do'stlar. Rasxoti yo'q, tayyor mashina. Motor ham toza remont qilindi. Motor toza remont bo'lgan, rasxoti yo'q. 26 milyon so'mga tushirdik bahasini. Kelaverasizlar. 08 mashinamiz 91 yil ishlab chiqarilgan. Propan ustanib qo'yilgan. Bahası 10 milyon so'm do'stlar. Arzon bahada mashina bir uchun 10 milyon so'm. Lobo bir ishga bosib beraverasizlar. 2009 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 203 ming yurgan kraskasi bir qator ishlangan. Metan gaz baloni ustanib qo'yilgan. Bahası 30 milyon so'm do'stlar. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 durada ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasiz do'stlar.